har bir holat nazoratdaligini unutmang. Ijtimoiy tarmoq sahifalarimizga navbatdagi video kelib tushdi. Ushbu holat yuzasidan surishtiruvlar amalga oshirildi va holat Ohangaron tumanida sodir etilganligi va haydovchi bevosita, ya'ni avtomobil yo'lda harakatlanayotgan vaqtda yo'l transport hodisasiga olib keluvchi qo'pol turdagi, ya'ni yo'l o'tish qoidalariga rioya qilmaganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 9 moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va haydovchi bilan tegishli tartibda profilaktik suhbat o'tkazildi. Men Toshkent shahridan Angrenga uyga qaytayotgan paytim o'qishdan qaytayotgandim. Ozgina shoshib turganligim sababli boshqa mashinalarning harakatiga xalaqit bergan holda yo'l o'tish qoidalarini buzdim va bu ishimdan pushaymonman va bu ish boshqa qaytarilmaydi. Hurmatli fuqarolar, avtomobil yo'lida har bir harakatingiz jamoatchilik nazoratida ekanligini unutmang.